Assalamu alaykum. Tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Uhud urushi uchun musulmonlarning intayin strategik tadbirlarda bo'lgan yerlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'shinga jangovarlik ruhi baxsh etganligi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qo'shinni toki o'zi buyruq tushirmagicha aldirab qo'l silishdan to'sdi. Ustiga 2 soatni qo'shlab kiyib, jangovar qiyofatda qo'shinning oldiga chiqib, ularni jangga rag'batlantirdi va amaliy kuch chiqarib, dushmanga yo'liqqanda qat'iy subatliq bo'lish va jasorat ko'rsatishni talab qildi. U qo'shinning jangovarlik ruhini urg'utib, qo'lidagi yaltirab turgan qilichni polanglatib, kim bu qilichni qo'liga ilib, uning haqqini o'z joyida ado qila oladi degan edi. Bir qanchaylan ularning ichida Abu ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Umar ibn Xattob roziyallohu anhumalar bor edi. "Men Rasululloh" deb oldiga chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning hech qaysisiga texcha ifoda bildirmagan edi. Abu Dujada asli ismi Simak ibn Xarshana roziyallohu anhu sabtin chiqib, Rasululloh, bu qilishning qanday haqlari bor deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, toki dushman orqaga chekinguncha to'xtamay ursan, uning haqqi shu, dedi u. Undaq bo'lsa menga bergin, uning haqqini men ado qilay, dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qilishni Abu Dujana roziyallohu anhuga berdi. Abu Dujana roziyallohu anhu jangi mahir, botir azmat edi. Jangni ko'rsa tanlari yayrab, yuraklari o'ynaqishib ketadi. Uning bir qizil balbig'i bor bo'lib, u yiliqi balbog'ini beshiga o'risla, kishilar uni jinini olqiniga ilib qo'yib urishmoqchi deb biladi. Bu qitim u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilichini qo'liga ilibla, yiliqi qizil balbig'ini beshiga o'rdi va mardona qiyofatda o'ttirga chiqib, salmoq qadam tashlab, saplarni aralab minib chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Allah uning bu minishlerini mushundaq so'rinda yoqtirdi dedi. Makka qo'shinining jang tayyorligi. Ammo mushriklarmi qo'shinlarini lashkari intizom bo'yicha o'rinlashtirdi. Abu Sufyan qo'shinning oliy bosh qo'mondoni bo'ldi. O'ng qanot qismiga Xolid ibn Valid. Bu chaqda u texi mushrik bo'lib, mushriklar tarafda turib jangga qatnashgan edi. Sol qanot qismga Ikrama ibn Abi Jahl, piyodalarga Safvan ibn Umayya, o'qiyachilar qismiga Abdullah ibn Rabiyalarni mas'ul qo'mondon qildi. Alam Abduttar jamoatidan subatliq deb tunilgan bir turkum kishilarga topshirildi. Alamdorlik shu jamoatning kitobimizning beshida aytganimizdek Abdumanafning avlodlari buvisi Qusay ibn Kilabdan miros qolgan amal mansablarini bilishib olgandan beri o'tab kelayotgan oti miros vazifasi edi. Ajdoddan avlodga miros qilgan tarixiy an'anaga hurmat qilish yuzisidan hech kishi bu imtiyozni tortilishga petinolmaydi. Lekin bu qitim qo'shinning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harib bu jamoat kishilarining g'azab nafratini qo'zg'ab, o'g'isini qaynitib, irodasini chingitish maqsadida Badr voqeasida Qurayshlarga yetgan og'ir talafotni shu jamoatdan bo'lgan alamdor Nazr ibn Harisning musulmonlarga asir tushib qolganligiga bog'lab mundoq dedi. Ey Abduttar jamoati, alamni Badr kunimi sizlar ko'targan edinglar. Ko'rib turibsizlar, Badrda bizga og'ir talafot yuzlandi. Qo'shinning hayot mamoti alamga bog'liq. Alam yiqilsa qo'shin yiqiladi degan gap bor. Shunga alamni ching tutib, bizni xotirjam qilinglar yoki uni bizga o'tkazib beringlar. Biz sizlarni xotirjam qilayli. Abu Sufyan bu qitim cho'tni dal joyida so'qqan edi. Abduttar jamoatining odamlari uning gapidan qattiq g'azablanib norozi bo'ldi va uningga yopirilib, "Texi, biz alamni sana topshirib berimizmi? Bizning nima qildiganligimizni urush bo'lganda ko'rgin", deyishdi. Abduttar jamoati o'z va'dasiga haqiqiy amal qildi. Ular jang rosa keskilishib, asosliq yo'qotish nishoni qilingan ahvolidami jon jahli bilan ching turib, oxiri hammasi yo'qotildi. Quraysh doiralarining siyosiy hujum qo'zg'allig'i.
Jang chaqmaqı chiqilish oldida Quraysh doiralari musulmonlar qo'shinining birligini parchalash va ularning sepida bo'lgunchilik va inoqsizlik paydo qilish uchun bir maydon siyosiy hujum qo'zg'adi. Dushmanning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harb ansarlarga maktub yo'llab, bizga o'z pushtimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni demoqchi. Uni topshirib beringlar. Biz qaytib ketaylik. Sizlar bilan urushish niyatimiz yo'q, dedi. Lekin tog'dek mustahkam iymon oldida bundaq hiyli naranglar nimaga kor qiladi? Ansarlar Abu Sufyonga qayturma javob berib, qattiq dakkisin berdi va quliqiga anglatib ahonat qildi. Urush vaqti yaqinlashib ikki taraf devaylab kelmoqda edi. Quraysh doiralari oldinqiga o'xshash yana bir maydon siyosiy hiyli narang o'yini o'ynadi. G'alcha xoin Abu Amir, asli ismi Abdu Amir ibn Sayf, jaholiyatda u rohib deb atiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni fosiq deb atagan. U ansarlarning Avis qabilasidan bo'lib, jahiliyatda shu qabilaning qabila boshlig'i edi. Madinada islom dini umumlashib edi, u buningga chidamadi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarata adovat e'lon qilib Madinadan chiqib ketdi. Ondan udul Makkaga berib, Quraysh doiralari bilan eg'iz burun yalishib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi. Hamda ularga: "Mening qavmim sizlarni boshlab chiqqanligimni ko'rsa, chuqum Muhammadni sallallohu alayhi vasallamni tashlab biz tarafga o'tidi" deb va'da qilgan edi. Ondan u tunji bo'lib oqqun habashlar va makkalik yollanma sayoq askarlar qatoriga o'zini tizimlatib, musulmonlarga qarshi urushga qatnashgan edi. U o'llik to'lidi va o'z qavmiga tunishlik berib, Avis jamoasi, men Abu Amir bo'laman, dedi. Avis qabilasining odamlari uningga: "Yaxshilik ko'rmagaysan, ey fosiq", deyishdi. Abu Amir: "Sit qavmim, mendan qilib qattiq buzilibsizlar", dedi. Keyin u urush rasa qizg'anda alaydan o'z jamoatini izlab tepib, ularga qilich tangdi va tosh otdi. Mana mushundaq qilib Quraysh doiralarining musulmonlar sepiga tafriqachilik silish uchun qo'zg'agan ikkinchi maydon siyosiy hujumi barbod bo'ldi. Qurayshlarning bu hiyli nayrang o'yinlarini o'ynashi son va sifat jihatda musulmonlardan ko'p ustun bo'lgani bilan yanada qo'rqinish va vahimadan yuraklari pulanglab, xavfsirab ketganligidan derak beradi. Quraysh ayol askarlarining jang qizg'inligini yuqori ko'targanligi. Quraysh ayol askarlari bu qitimqi harakatda o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Abu Sufyanning ayoli Hindi bitni Utba bularga yetakchilik qildi. Ular jang saflarini aralab yurib, g'azal aytib, usul o'ynab, dop chilib, askarlarning jangovarlik irodasini yuqori ko'tardi va urushga qiziqtirib, qaram talvalarning qahri g'azabini, qilichvoz va mubarizchilarning qilini qizitdi. Ular birdam alamdorlarga qaratdi. Abduttar yigitleri hoy hoy hoy, arqi sap himatlari hoy hoy hoy. Yaltiroq shamshar bilan ichinglar qisas o'ti hoy 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 degan she'rlarni o'qisa, yana birdam qo'shinni jangga qiziqtirib, alg'a bossang suyarmiz hoy hoy hoy, tushak bo'lib bag'ashlab hoy hoy hoy, agar qassang qochurmiz hoy hoy hoy, urib tillab qachatlab hoy 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 degan she'rlarni o'qitdi. Tunji jang uchquni. İki taraf devaylab kelib oraliq yaqinlashdi. Her iki taraf qator sap tartib turishdi. Dal mushu paytda mushriklarning alamdori Talha ibn Abi Talha maydonga sakrab chiqib, tunji bo'lib jang pelikiga o't yoqdi. U Quraysh chavandozlari ichida eng qaram, eng botur degan nom bilan tanilgan Talva palvon edi. Musulmonlar uni qo'shin sarkisi deb ataydi. Talha rosa kelishgan bir nar to'giga minib, mubozira talab qilib maydonga tushdi. Musulmonlar uning yuqori shijoatini bilgachga bir oz tap tortgan chig'i sap timtasliqqa cho'mdi. Lekin saplarni aralab oldiga chiqqan Zubayr ibn Avvom raziyallohu anhu bu jimjitlikni buzdi. U Talhaga qarshi maydonga tushibla yugurgan peti yo'lvostak sakrab berib, uning to'gisining kayniga minib oldi. Anda uni hash-bash degicha pomudaqlab yerga yiqitib, qilich bilan qolisini uzib tashlab etdi.
Meydanda pələkə yetken güldiraz tekbir sadası yanırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir raziyallahu anhunun bu himmetige apırın oqub. Hər bir peyğəmbərinin qoğduğucusu buludu. Menin qoğduğucum Zübeyir ibn Əvvam dedi. Müşriklar əliminin ətrafıda kəskin cəng bolğanlığı və ələmdarlarının həmisinin bir-birləb yer tişligənligi. Təlhənin öldürülüşü bilən təng uruş otu yamrab ketdi. Cəng meydanının həmmə yerində iki tərəf kəskin tutuşdu. Uruşның ölüş və öldürülüş çağı müşriklar əliminin ətrafıda köprək aylandı. Abdutlar cəmiyyətinin adamları özlərinin baş sərkərdisi Təlhə ibn Əbi Təlhə öldürülgəndən keyin arqa-arqadan meydana düşüb ələmni yıqıtmay götürüb öz burcunu ada qıldı. Ələmni Təlhədən keyin onun qeyrindishi Osman ibn Təlhə götürdü. O meydana düşüb bunda iki misra şiir oqıdı. Ələmdarlarga məcburiyyət, ələmni qəd götürməkdir. Zəfər ilə quçub qəlibə ya şərab ilə ölməkdir. Onunğa qarşı Həmzə ibn Abdülmuttəlib raziyallahu anhu meydana düşüb, həş-bəş dügücə onun bir qolunu bir qancha yan qovurğusu bilan boqurub kindik tüyügücə yerivətdi. Nəticədə onun öpkisi ucuq görünüb qaldı. Ondan ələmni Əbu Said ibn Əbi Təlhə qoluğa elib igiz götürüb polanlatqılı turdu. Said ibn Əbi Vaqqas raziyallahu anhu rasa çənləb bir pay oq üzgəydi. Oq nəq gəcgisiga tegib onun tilini çıxırıb etdi. O o'rnidan qo'zg'ayolmay jon berdi. Yana bir rivoyatda Abu Said maydonga tushib mubozara talab qilgan. Uningga qarata Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu tushib bir ikki qilich so'qishtiribla uni jahannamga uzatgan deyiladi. Abu Said ibn Abi Talha yarışlagandan keyin alamni Musafi ibn Talha ibn Abi Talha götürdü. O alamni qo'lga ilishig'la Asim ibn Sabit raziyallohu anhu bir pay o'q uzib, uning po'r terikini pachoq o'qi bilan shaqiltib qo'ydi-da, umullaq atdi. O yiqilgan hamon alamni uning qeyrindishi Kilab ibn Abi Talha götürdü. Onunğa Zubayr ibn Əvvam raziyallohu anhu chiqqan edi. İkkilen azraq tirkishib, axir Zubayr raziyallohu anhu g'olib kelib, uning beshini uzib etdi. Ondan alamni mazkur ikkilenning 3-chi qeyrindishi Jallas ibn Talha götürgan edi. Onunğa musulmonlardan Talha ibn Ubaydullah raziyallohu anhu bir neyza urib jinini juda qildi. Yana bir rivoyatda uni Asim ibn Sabit raziyallohu anhu o'q bilan bir taraf qilgan deyiladi. Mana bu 6 nəfər ələmdar bir ailə kişiləri bulub, həmisi Əbi Təlhə, əsli ismi Abdullah ibn Osman ibn Abduttarның əvladları idi. Ular müşriklərinin əlimi ətrafında qatar yatqızıb etildi. Bu bir ailə kişiləri tuluq tüygəndən keyin ələmni Abduttar cəmiyyətindən Ərtəə ibn Şurəhbil digən kişi götürdü. Uni Ali ibn Əbu Talib raziyallahu anhu öldürdü. Yeni bir rivayette Həmzə ibn Abdülmuttəlib raziyallahu anhu öldürgən deyildi. Ondan ələmni Şurayh ibn Qariz götürgən idi. Uni Qarman, o gerçi munafiq bolsunmu tərəfbazlıq edisi bilan jangga qatnaşqan idi. O öldürdü. Onundan keyin ələmni Əbu Zeyd, əsli ismi Əmru ibn Abdümenaf qolğa elibidi. Onumu Qazman öldürdü. Ondan ələmni Şurahbil ibn Haşim Abdurayitning yana bir o'g'li ko'tirgan edi, unimi Qazman o'ldirdi. Mana bu alamdorlar jamiyatidan bo'lgan 10 kishi birmi qoldirmay to'liq yo'qotilg'achqa, alamni ko'tirdiganga bu jamiyatdan odam chiqmadi. Shuning bilan mush jamiyat kishilarining birining Savob ismli bir qora tanli qo'li oldiga chiqib, alamni tik ko'tirdi. O şundaq jasorat və şicaət göstərdi ki, onundan ilgiri öldürülgən ələmdar xo'jayinlarning hech qaysisi buningdek subatlıq və chidamçılıq göstərməyən idi. O ələmni götürüb davamlıq urushdi. Hətta bir çağda qo'li kesilib tashlab etildi. Ələmning xodisini bo'yni bilan murisiga qisib, ələmni yiqitishdan qo'g'dab turdi. Shundaqdimi ajal qilichi oxir uni orzusiga yetkazmadi. Ələm xodisi uning bo'ynidan ajrab yiqildi. Savob öldürülgəndən keyin ələm yerga tashlanib, uni ko'tirdiganga odam chiqmay, to'piga milinib patparaqchilikda dassilib ketdi. Har qaysi nuqtalardagi jang qaynimi.
Urush chaqi mushriklarning alami atrofida jiddiy aylanayotgan paytda jang maydonining har qaysi nuqtalaridami dahshatli ilishlar bo'layotdi. İman ruhi musulmonlarning saflarini g'olib o'ringa ko'targan edi. Ular mushriklar qo'shinini sur to'qay qilib shundoq ishkirlab kirib ketdiki, ulug' kelkunga to'g'on kor qilmagandek dushman saflari ularning oldida teri-param bo'lib ketdi. Ular "Amid, Amid" deydi. Bu ularning Uhud urushidagi maxfiy belgisi edi. Abu Dujana raziyallohu anhu beshiga yiliqi qizil belbig'ini o'rab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilichini qo'liga ilib, uning haqqini ado qilish uchun haqiqiy iroda bilan jang maydoniga kirib keldi. U dushman bilan boturlik bilan ilishib, ularning saflariga ishkirlab kirib ketdi. U oldiga kelganli mushrikni o'ldirib, mushriklar sepini patparaq qilib etdi. Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qilishni menga berishni o'tingan bo'lsam-mu, uni menga bermay, Abu Dujanaga bergan cheg'ida uningdan og'ringan edim. Ko'nglimda men uning hammisi Safiyani o'g'li Qurayshdan tursam, uning ustiga uning oldiga qilishga qo'l tanglab Abu Dujanadan burun borgan tursam, yanına u qilishni menga bermay, Abu Dujanaga berdi. Uning nima qildiganligini bir ko'rmasam dedimda, uning harakatiga diqqat qildim. Shuning bilan u yenidan hiliqi qizil belbig'ini chiqarib beshiga urdi. Ansarlar buni ko'rib, Abu Dujana o'lim sallisini beshiga urdi deyishdi. Shuning bilan u jang maydoniga etilib kirib, udul kelganli mushrikni jahannamga uzatib mangdi. Mushriklar qo'shinida bizning yordorlarimizga rahim qilmay qilich urib ketayotgan bir kishi ko'zga chiliqdi. Keskin jang davomida bu ikki kishi bir-biriga yaqinlab qoldi. Men shu an Alloh taolodan bu ikkisi bir uchrashqidi deb tiladim. Degandek bu ikkilan tutishib qoldi-da, bir-biriga bir ikkidan qilich urishdi. Yiliq mushrik Abu Dujanaga qilich urg'aydi. Abu Dujana qalqon bilan qo'g'daldi. Natijada qalqon uning qilichini tishlab Abu Dujanaga fursat yaratildi. Shuning bilan Abu Dujana uningga bir qilich urib uni ikki parcha qilib etdi. Andin dushman piyodalar qismining ichki qismiga qilich urib ishkirlab kirib ketdi. Hatto bir chaqda Quraysh ayollar qo'shinining boshlig'i Hindi Bitni Utbining iniga berib qoldi. U ko'z oldida tirkishayotgan bu kishining ayol kishi chiqib qilishini o'ylamagan edi. Abu Dujana raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Uhud kuni bir kishining bir tarafdan yordar bo'lganlarning hammasini qayta qilishlab kelayotganligini ko'rdim. Shuning bilan uningga etilib berib qilich urmoqchi bo'lgan edim, u chiqirib tashildi. Qarasam u ayol kishi ekan. Shuning bilan men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilishni ayol kishining qini bilan bulg'ashdan numus qildim-da, uningdan qilichimni tortdim. Bu xotun Abu Sufyanning ayoli Hindi Bitni Utba ekan." Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Abu Dujananing Hindi Bitni Utbining beshiga qilishni rosa tanglab bo'lib, yana uni asta tortib olganligini ko'rdim va Alloh ham Allohning payg'ambari bilar dedim." Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhu mu go'yo darg'azab bo'lgan yo'lvosdak tangdossiz jasorat bilan urushdi. U mushriklar qo'shinining o'ttirsig'la bosib kirib, ajoyib qaramliq, ajoyib boturlik bilan urushdiki, jangda uning bilan tutishib qolgan xil-xil boturlarning beshimi uning oldida go'yo ushuk tekkan g'azondek to'kilib ketdi. U mushriklarning alamdorlarini yo'qotishda zo'r to'kbilarni qo'shqiniga o'xshash, boshqa nuqtalardagi dushman sarkarda sardorlariga muqoqshatqich zarbalarni berayotdi. Ushtumda yiqilib tushdi. Halbuki u bu chaqda mubazirchilarning oldingi sepida urush qilyotdi. U jang maydonida tig'mi-tig' ilishib, raqibi tarafidan mag'lub qilinib yiqitilgan bo'lmasdan, balki atoqli shaxslarning tun qorong'usidagi qismatiga o'xshash qasdlab o'ldirildi. Allohning yo'lvisi, bahodirlarning sarkisi Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhuning qasdga uchrashi. Hamza raziyallohu anhuning qotili Vahshi ibn Harib mundaq degan: "Men aslida Jubayr ibn Mut'imning qul chakiri edim. Jubayrning tog'isi Tuayma ibn Adi Badr urushida o'ldirilgan edi.
Şuna o keyingi yili Qurayshlar Uhud urushiga atlanganda meni alaydan chaqirtib, agar bu qitim tağam Tuaymaning badaliga Muhammadning sallallohu alayhi va sallamning tag'isi Hamza ibn Abdulmuttallibni o'ltirib, uning qisosini ilib beralsang sen azod devatdi. Men bir neger yigit bulup süpütüm bilen negerlarga xas neyzivazlık maharati bilen tunulga edim. Neyzi ursam aman naqdek güzettim. Şuna men Qurayshlar topuğa qatılıp çıktım. İki taraf uçuşup gireleşme jang başlanıverdi. Men çıkıp Hamzini küstüp qarıga ilişki başladım. O bir çağda kişiler arasında goya aq tögedekler görünüp qılıverdi. Bir tüp derek yoki bir tüp Quram taşının keynige ötüp Hamzini qarıga elip öldürdüm. Allah bilen qasamki o aldığa kelganini öldürüp maňatdy. Hiç kişi onunğa taqabul turalmaydı. Uştumdut onun aldığa Sibayi ibni Erqat'a qilish tanlap bardi. Hamza onu körüp, "Kile, i jigdichi qerining balisi," dedi-de itilip kilip Sibayiga bir qilich urupla onun beshini domultivetdi. Onun tini daldangshib bir ikki qadam ilip yiqildi. Men neyzamni rosa challab kuchab atdim. Neyza berip onun so'ngichiga sanjildi. Hatta neyzining uchi onun oldi tarafidan chiqib qoldi. U bu chaqda menga etilib hujum qilgan bo'lsa-mu, lekin bardashlik berolmay yiqildi. Men uni shu peti qo'yib qo'ydim. U oxir jon uzdi. Ondan kelib uningdiki neyzini sug'urib oldim-da, bargohga qaytib yotdim. Hamzini boshqa hech kishi bilan korim bo'lmadi. Chunki men Hamzini faqat qulluqdan qutulish uchun o'ldirgan edim. Urush oxirlashib Makkaga qaytib keliyorduk. Jubayr meni ozod qilib etdi. Vəsiyyətni kontrol qilish. Allah Taala'nın yolvisi Hamza ibn Abdulmuttallib raziyallahu anhu'nun şehit qilinishi musulmonlarga qarta zo'r yo'qotish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo musulmonlar yanala g'azabni kuchga aylantirib, jang qilib vəsiyyətni tamoman kontrol qildi. Shu kuni Abu Bakri, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Ubaydullah, Abdullah ibn Jahish, Said ibn Ma'az, Said ibn Ubada, Said ibn Rabiya va Anas ibn Nazri raziyallohu anhum qatorliq katta sahobalar shundoq qattiq, shundoq botirona jang qildiki, ularning jasorati oldida mushriklarning jangovarligi sunib, irodasi bo'shab ketdi. O'qiyachilar qismining to'kpisi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog' ustiga o'rinlashtirgan hiliqi o'qiyachi berganlarning jang pallisini yaxshi idora qilishda zo'r to'kpisi bo'ldi. Xolid ibn Valid va xoin Abu Amir boshchiligidagi dushman otliq qo'shini musulmonlar qo'shinining so'l qanot qismini bitchit qilib, ularning keyni tarafiga o'tib, musulmonlarni qo'rshab yo'qotish sharoiti hozirlash uchun orqa-orqadan uda 3 qitim hujum qo'zg'agan bo'lsa-mu, lekin bu mergan azmatlar ularga qor yomg'irdak o'q yog'dirib, ularning 3 qitimlik hujumini unumlik to'sib, ularni maqsadiga yetkazmagan edi. Mushriklar mag'lubiyatga yuzlandi. Shiddatli urush chaqi mana mushundaq jiddiy ham keskin aylanmoqda edi. Soni ozg'ina musulmonlar qo'shini jang maydonida asosiy jihatdan ustunlikni egallab, ularni g'alaba qilish mumkinchiligi muqarrarlashib qoldi. Düşman qo'shinining bahodir palvonlarining irodasi bo'shab, jon qutqizib qechish ko'yiga tushgan edi. Ularning jang saflari musulmonlarning shiddatli hujumi oldida o'ng-so'l, oldi-keyni hamma tarafdan o'xshash bo'lmagan darajada yemirilib, 3000 dan ortiq mushrik qo'shini necha yuz musulmon bilan emas, balki go'yo 30 ming musulmon bilan jang qilayotgandek holsirab ketdi. Va musulmonlar ularning ko'ziga jahonda tenglishi yo'q botir palvonlar sifatida ko'rindi. Quraysh qo'shini musulmonlarning saldak kelayotgan hujumini to'sish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, oxir tang kelolmaydiganligini, odamlarning irodasi bo'shib ketganligini his qilib, amaliyotda qul alamdor savob o'ldirilgandan keyin alam yerga tashni to'pog'a milinib qolgan bo'lib, hech kishi uni ko'tarishga jur'at qila olmagan edi. Chekinishga boshladi va jon qutqizib qechishga majbur bo'ldi. Uzundan beri ularning dillarida yalqinjayotgan qisos o'tlari birdilla uchib, yo'qolgan shon-sharaf va izzat hurmatini qayta tiklash shirin xiyollari qog'i qo'zg'on bo'lib ushmoqda edi. Ibn Ishoq rahimahulloh mundaq deydi: Bir maydon keskin jangdan keyin Alloh taolo musulmonlarga g'alaba ato qildi va o'z va'dasini ishga oshirdi.
Musulmonlar ularni qilich bilan bug'doy o'rgandek o'rib, oxiri jang maydonidan qo'g'lab chiqardi. Shak shubhisizki, musulmonlar mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilgan edi. Mushriklar jang qayg'usiga tushgan edi. Abdullah ibn Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u: Allah bilan qasamki, men shu kuni mushrik ayol askarlarining boshlig'i Hindi Bitni Utba va uning hamrohlarining bor yo'q narsalarning hammasini tashlab, kiyimlarini shimoylab qechib ketayotganda, putlaridagi bilayzuk va xalxallarning ichilib paqirab qolganligini va ularning hech narsaga qaramay qechayotganligini ko'rgan edim degan. Sahih Buxorida Barroi ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda biz mushriklar bilan bir maydon keskin jang qiliydik. Ular tikib etishdi. Hattoki men ayol askarlarning yugurishib, putlardagi xalxal bilayzuklarining ichilib qolganliklarini ko'rgan edim. Musulmonlar bir tarafdan qo'g'lab o'ltirib, yana bir tarafdan asir ilib o'ljalarni yig'ishga boshladi deyilgan. O'qiyotchilar qismining eg'ir savalligi. Son va sifat jihatda raqiblardan ko'p tuvan turadigan musulmonlar qo'shini Makka qo'shini ustidan mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilib, Badr kunidagi zo'r ta'siri texmi cho'ng yana bir g'alabani tarix betiga putay deb turganda, o'qiyotchilar qismidagi ko'p sonli kishilar intayin eg'ir bir savallik o'tkazib, vaziyatni tubdan o'zgartib etdi. Ve musulmonlarga unutilg'isiz shundoq eg'ir musibatlarni keltirdiki, hatto janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotimi xavfga uchirg'ili tasdiq qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'qiyotchi qismiga oldingi sap mayli g'alaba qilsin yoki mag'lub bo'lsin, chekinsin, tog' ustidagi o'rinni qat'iy bo'shatmaslik haqidagi harbiy buyruqining to'liq tekstini oldingi mazmunlarda bayon qilib o'tdik. Əfsunarlığı şu ki, ular musulmonlarning dushman mol-mulklarini g'animat ilayotganligini ko'rib, bu amr farmonlarga sal qarab, dunyo ovqat to'plash qizg'inligida asir bo'lib qilishdi. Hatto ularning ba'zisi: "G'animat yig'ayli, g'animat! Odamlarimiz g'alaba qilib bo'lgan turqliq, yana nima qarab turmiz?" deyishib vasvasa tarqatdi. Ammo o'qiyotchilar qo'mondoni Abdullah ibn Jubayr roziyallohu anhu ularga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyrug'ini asıltib: "Ey musulmonlar, Rasulullahning sizlarga nima deganligini unutib qoldinglarmi?" degan bo'lsa-mu, lekin ko'p sondagi kishilar qo'mondonning bu eslatmasiga quloq solmay, "Bizmi ularning kaynidan yetishib olib, g'animat yig'ib olishimiz kerak" deyishib, 40 kishi tog'dan tushib qo'shinga qo'shilib oldi. Shundoq qilib musulmonlarning orqa sepi mudofiasiz qoldi. Orqa sapda Abdullah ibn Jubayr boshliq 10 nafar odam oxirgi nafasgacha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam belgilagan o'rindan ayrilmaydiganligini bildirishib mustahkam turdi. Xolid ibn Valid musulmonlar qo'shinini qorshab yo'qotishga qayta atlandi. Düşman atliq qo'shinning qo'mondoni Xolid ibn Valid bu oltin fursati g'animat bildida ko'zni yumib ochqucha musulmonlarning orqa sepiga otlarini uchirdi. O yiliqi tog' eg'izdagi o'tishmada jiq kuch sarf qilmayla Abdullah ibn Jubayr va uning odamlarining mudofiasini bosib o'tib, musulmonlarning orqa sepiga hujum qildi. Uning otliq chaparmanlari musulmonlarning kaynidan yetib kelib, bir cho'qan ko'tarib edi, jon qutqizib qechayotgan mushrik askarlari o'zgacha yangi bir burilish bo'lganligini his qilishib, orqaga burilib da kaynidan qo'g'lab kelayotgan musulmonlarning oldini to'sib, ularga qilich tangladi. Ushtumda yuz bergan bu qalaymaqanchilikdan foydalanib, mushrik ayol askarlaridan biri, aytishlariga qaraganda u Bani Haris jamiyatidagi Umra Bitni Alqama ishkan. Alman-talman yugurib berib mushriklarning oyoq ostida dastilib to'piga melinib ketgan alamni ko'tarib pulanglatishga boshladi. Shun bilan qechib ketayotgan yoki vaziyatdan xabardor bo'lib qaytgan bir qancha mushrik askar alam atrofiga jam bo'ldi va birdishib kuch uyushtirdi. O'zaro chaqirishib sap tashkiladi. Hatto ko'zni yumib ochqucha bo'lgan orliqda xeyli zo'r bir to'p mushrik qo'shini tashkillanib, musulmonlarga qaytirma zarba berishga o'tdi. Natijada musulmonlar oldi keyni har ikki tarafdan qo'rshilib, ikki tosh orliqda so'qilishga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dushmanning qo'rshab yo'qotish harakatiga tutgan maydoni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda bir qancha kishi
9 sahabe bilan qo'shinning keydirak bo'lib, musulmonlarning jang ahvoli va ularning mushriklarni qo'g'lab yo'qotish ahvolini kuzatayotgan edi. Ushtumtut Xolid ibn Valid otli qo'shini bisib keldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida faqat bundaq ikkila yo'l qilgan edi. Biri, u o'zini va yindik 9 nafar kishini ilib, tezdan bexatar qulaylik makonga berib olib, qo'rshavda qolganlarni peshonasiga putilgan qismatni ko'rishga tashlab qo'yib, ular bilan kori bo'lmaslik. Yana biri, u o'zini xavf-xatarga yo'liqishiga qaramay, atrofda nima qilarini bilolmay gangirab qilayotgan musulmonlarni chaqirib, o'z atrofiga uyushtirib, tog' bag'rida qo'rshavda qolgan musulmonlarning yiniga yo'l ichib, ilgirlayalaydigan kuchli bir oldingi saf qalqini barpo qilishdan iborat edi. Mana mushundaq hayot mamatliq jiddiy paytda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taolodan o'zga hech nimadan qo'rqmas jasur qiyofati va tangdossiz botirona shijoati intayin ta'sirli ravishda yana bir qatim namoyon bo'ldi. U butun kuchi bilan "Ey Allohning bandalari, ey Allohning bandalari" deb to'lidi. Halbuki u bu ovozni musulmonlar anglab bo'lguncha mushriklarning anglab qoldiganligini allaqachon bilatdi. Lekin u mushundaq jiddiy ham halqiliq paytda xatarga tavakkul qildi va ularni chaqirib, kuch tashkillash va qopsilib qolganlarni qutqizishga atlandi. Rast degandek mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ovozini tunib qilib, musulmonlar anglab yetib kelguncha aluburun bostirib kelib bo'ldi. Shundoq qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Shirin Buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Uhud urushidagi o'qyachilar qismining buyruqqa bo'ysunmaslik sababidan kelib chiqqan talobatlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Musulmonlarning gangirab qolganligi. Ammo musulmonlar dushman qo'shinining qo'rshaviga tushib qolgandan keyin qattiq gangirab qilib, bir bo'liklarining aqli hushi ushdi. Ularning asiyodi faqat o'z jinini muhofazat qilishdila bo'lib, jang maydonini tashlab tikib etish o'yida bo'ldi. Undaq bo'lganda qandaq oqibatlar kelib chiqadiganligini yodig'im keltirmadi. Bundaqlarning bir qismi udul Madinaga qarab tikib etishdi. Hatto Madinaga kirib ondan to'xtadi. Yana bir qismlari darhol taqqa o'zini inib panohlandi. Uchinchi bir turkumlar bo'lsa, mushriklar qo'shiniga ardishib ketdi. Natijada ikki taraf qalaymoqalashib ketganlikdan musulmon mushrikni ayrig'ili bo'lmadi. Bunun bilan musulmonlar orasida ancha-muncha bir-birini o'ltirib silish hodisasi ko'rildi. İmam Buxoriy rahimahullah Oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan. Uhud kuni mushriklar oshkora mag'lub bo'lgan edi. Bu chaqda iblis: "Ey Allohning bandalari, orqanglarni, ya'ni keyninglarni paqas bo'linglar" deb to'lidi. Shuning bilan musulmonlarning rasa alga ilgirlab ketayotganlari keyniga yinib o'zlarining orqasidan kelayotgan musulmonlar bilan urushdi. Bu chaqda Yuzayfa roziyallohu anhu otasi Yamani roziyallohu anhuni ko'rdi-da: "Ey musulmon qarindoshlar, otam, otam" deb to'lidi. Oyisha roziyallohu anhu mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, ular uning gapiga quloq solmay, oxiri uni o'ldirib ondan to'xtadi." Yuzayfa ularga: "Alloh sizlarga mag'firat qilar" deb qo'ydi. Urva roziyallohu anhu mundaq degan: Yuzayfa roziyallohu anhu vafot bo'lganga qadar uningga yaxshilikning asri zoyil bo'lmay keldi. Ya'ni otasining o'z qavmlari tarafidan bexassalik bilan o'ldirilganligiga hech qanday g'alva g'udursiz savr qildi. Bu bir бүлік musulmonlarning ichki qismida qattiq chuvalchaqlik yuz berib, eg'ir davolg'ush bo'ldi. Nurg'unlari tingirqab qayoqqa minishni bilolmadi. Mushundaq turayotgan bir paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'ldi deb to'lg'an ovoz anglandi. Bunun bilan ba'zilarning chiqolmay qolgan jini nechi chiqib, ruhiy quvvati sundi yoki yo'qolish girdobiga berib qoldi. Hatto ularning ichida ayrim bir qismlari
urush qilish niyatidan yenib qurolni tashlab bechora bo'lib o'ltirdi. Yana ba'zi bir qismlar darhol Abdullah ibn Ubay osiylik qilib qaytib ketgan munofiqlarning katta beshi bilan aloqalashib, Abu Sufyandan amonlik elib berishga so'zlashishni o'yladi. Shundaq paytda bularning yeniga Anas ibn Nazri roziyallohu anhu kelib qoldi va ularning qurolsiz bechora turayotganligini ko'rib, "Nimaga qarab tursizlar?" dedi. Ular, "Rasululloh o'ltirilibdi" deyishdi. Anas ibn Nazri roziyallohu anhu ularga, "Rasulullohdan keyin hayot qilib nima qilasizlar? Turinglar. Rasululloh o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar?" dedi. Ondan yana, "Ey Alloh, men bularning yana bu bir qism musulmonlarning qilganlaridan sana o'zra aytaman va bular ya'ni mushriklarning qilmishlaridan ham ada judaman" dedi-de yo'lga ravon bo'ldi. Bu chaqda uningga Said ibn Ma'az raziyallohu anhu uchrab, "Nega ey Abu Amra?" Anas raziyallohu anhuning kunyat ismi edi, deb so'raydi. Anas raziyallohu anhu, "Nega bo'ladi? Qirmomsan, jannatning hid puroqlari Uhud tarafdan kelyotidi" deb qo'yib ilgirlab ketdi va bostirib divaylab kelayotgan dushmanlarning oldini to'sib, urushib oxir shahid bo'ldi. Uni jang oxirlashgandan keyin hech kim taniyolmay, oxir uning hamshirisi uning barmog'idagi bir belgisidan tanidi. Uning tilida neyza, qilich yorisi va o'q jarohati bo'lib, 80 necha og'ir yenik zaxmlantirilgan yer bor edi. Sabit ibn Dahdah raziyallohu anhu o'z qavmini jangga chaqirib, "Ey ansarlar jamoasi, agar Rasululloh o'lib ketgan bo'lsa, Alloh tirik, hargiz o'lmaydi. Sizlar dininglar uchun jang qilishinglar kerak. Alloh sizlarni cho'qim zafar topqizgusi va sizlarga g'alaba nusrat ato qilgusi" dedi. Bunun bilan ansarlardan bir qancha azimat ovoz qo'shib maydonga chiqdi. Sabit raziyallohu anhu bular bilan birlikda Xolid ibn Validning otliq qo'shiniga hujum qildi. Urushib, oxir uni Xolid ibn Valid neyza urib shahid qilib etdi va uning hamrohlari bir-birlab shahid qilib etildi. Muhacirlardan bir kishi jini halqumga kelib qolgan, o'z qiniga melinib yotgan bir ansarining yenidan o'tib qoldi. Muhacir uningga, "Ey paloni, Rasululloh o'lib ketibdimish, uni uqdingmi?" dedi ansari bo'g'iq ovozda. "Rasululloh o'ldirilgan bo'lsa, o'z burchini ado qilib o'ldi. Endi sizlar dininglar uchun jang qilishinglar lozim" dedi. Mana mushundaq o'limga pisat qilmaydigan iroda va tulib tashqan ishonch bilan musulmonlarning ruhiy quvvati asliga kelishga boshladi va aql hushi joyiga tushib, o'ziga bo'lgan ishonch qayta tiklandi. Shuning bilan ular taslim bo'lish yoki Abdullah ibn Ubay bilan aloqalashish o'yidan voz kechib, qo'llariga qurol oldi va mushriklar to'piga hujum qilishga boshladi. Ular qo'mondonlik uyi tarafga yo'l ichib ilgirlashga urinayotgan paytda Rasululloh o'libdi degan xabarning yolg'on ig'vo ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu xabar ularning kuchiga kuch qo'shgan chog'i ular mislsiz boturlik va ajoyib jasorat bilan qon kechib urushib, oxiri muvaffaqiyatli holda qo'rshovdan qutulib, bosh qo'mondon, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam atrofiga to'planish harakatida muvaffaqiyat qozondi. Bu yerda yana butun Asiyoda faqat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda qolgan 3-chi bir turkum kishilarmi bor edi. Ular dushmanning qo'rshab yo'qotish harakati sezilgan hamon payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga qaytgan. Bularning oldin qatorida yanala Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhumalar qatorliqlar bor edi. Ular aslida oldingi safda dushmanni qo'g'lab zarba berayotganlardan bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayoti xatarga uchrash xavfi tug'ilib, ular darhol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga qaytib, mustahkam mudofaa qo'rg'inini shakllantirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dash jangi. Har qaysi o'rinlarda jang qilayotgan musulmonlar dushmanning qo'rshab yo'qotish sirtmog'iga bo'g'ilib, dushmanning otliq va piyoda qo'shini hujumining tugmida ezilayotgan bir paytda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofida jang eng shiddatli va eng keskin bo'layotdi. Yuqorida mushriklar musulmonlarni qo'rshovga olganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yonida faqat 9 nafar kishilar bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni
"Boyaq kelinglar, men Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu yerda" deb to'lidi. Uning bu ovozini mushriklar avval anglab qoldi-da, darhol otlarining tizginini ovoz chiqqan tarafga burab hujum qildi. Ular sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofiga jam bo'lib bo'lguncha ishni tugutish uchun umyuzlik bostirib keldi. Natijada mushriklar bilan bu 9 nafar sahoba o'tirsida shundoq qattiq, shundoq dahshat urush bo'ldiki, bu urushda sahobalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni naqadar suydiganligi, uning uchun qanchalik jon fido qildiganligi va qanchalik jasorat va shijoat ko'rsatganligi yana bir qatim namoyon bo'ldi. İmam Muslim raziyallahu Anas ibn Malik raziyallahu anhudan rivoyat qilib aytdiki, shu kuni, ya'ni Uhud jangi kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansarlardan 7, Qurayshdan 2 jami 9 kishi bilan bir yerga qapsilib qolgan edi. Mushriklar bostirib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni kim to'sidi? Uningga jannat tayyor yoki u mening jannatdagi hamrohim bo'ludi. İki xil rivoyat bor. Shundoq devidi ansarlardan bir kishi oldiga chiqib, dushman bilan qattiq edishib, oxir shahid bo'lib ketdi. Dushman yana bostirib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana odam chiqardi. Ish shundoq davomlashib, hattoki 7 hammasi bir-birlab tugidi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hiliqi Qurayshlik 2 hamrohiga "Qarindoshlarimizga insof qilmadik" dedi. Bu 7 azmatning eng keyingisi Ammar ibn Yazid ibn Sakan raziyallohu anhu bo'lib, u dushman bilan urushib oxir qattiq yorinib yiqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi eng xatarlik payt. İbn Sakan raziyallohu anhu yiqilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayshlik 2 hamrohi bilan laqab qoldi. İmam Buxoriy va İmam Muslim rahimahullah Abu Osmondan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan. Qattiq jang bo'layotgan ashu minutlarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonida Talha ibn Ubaydullah va Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhumalardan boshqa hech kishi qolmagan edi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi eng xatarlik payt. Mushriklarga nisbatan eng qimmatlik oltin fursat bo'lib qoldi. Amaliyotda bu mushriklar bu fursatni ching tutishda hargiz beparvolik qilmadi. Ular umumyuzlik hujum qilib, barliq kuchi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yo'qotishni nishon qildi. Utba ibn Abi Waqqas payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tosh etib, uni yiqitibdi va uning ostiga o'tirishni sundiribdi. Osti iniki yerildi. Abdullah ibn Shihab Zahri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hujum qilib, uning peshonisini yeribdi. Mushriklar otliq qo'shinning eng qaram talva sarkisi Abdullah ibn Qayima Iroqdan shiddat bilan ot choptirib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning murisiga qattiq bir qilich urg'aydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning dardini bir oydan ko'proq tortdi. Birla yaxshi yeri uning qilichi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'sh savutini kesib o'tolmagan edi. İbn Qami'a payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga yana qattiq bir qilich urg'aydi. Uning beshidagi mis qalpoqning 2 halqa miqi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mag'ziga petib ketdi. İbn Qayima "Mana ko'r. Men degan İbn Qayima" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuzidan qonni surtib, "Allah seni parça-parça qılıversin" dedi. Hadisda shu qitimqi zarbidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'ttir tishlari sungan, beshi yerilgan, qanashqa boshlagan deyilgan. Shunga u yuz ko'zlaridan qonni eritib etib, o'z payg'ambarining bosh ko'zini qonga bo'ygan va tishini chaqqan qavm qandoqmi nijotlik topar? Halbuki payg'ambar ularni nijotga chaqirib dedi. Bu chaqda Alloh taolo hech ish sening ixtiyoringda emas.
Allah ya ularning tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganlik uchun ularni azobga duchor qiladi. Qur'on Karim Sura Al-Imron 3-sura 128-oyat degan oyatni nozil qildi. İmam Tabarani rahimahullohning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni o'z payg'ambarining yuz ko'zini qonga bo'ygan qavmga Allohning g'azabi qattiq bo'ladi degan. Ondan birdam turgandan keyin yana ey Alloh, qavmimning gunohini mag'firat qilgin, ular bilmaydi degan. İmam Muslim rahimahulloh rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Parvardigorim, qavmimning qilmishini kechirgin, ular bilmaydi dedi deyilgan. G'ozi Iyozning Shifo nomli kitobida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin, chunki bular bilmay qildi dedi deyilgan. Shak shubhisizki mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotini mushu yerda oxirlashtirishni qasdlagan bo'lsa-mu, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Qurayshlik yiliqi ikki sahobisi Said ibn Abi Waqqas va Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuma ajoyib qahramonliklarni ko'rsatib va mislsiz jasorat va shijoat bilan urushib, ular faqat ikkila odam turib mushriklarning maqsadini xom xiyolga aylantirdi. Bu ikki azmat eng mohir merganlardan bo'lg'ashqa mushriklarga uzildirmay o'q uzib, oxir ularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofidan chekindirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning oldiga o'z sodiqini tashlab, "Ota Said, sana ota-onam fidodur" dedi. Bu uning naqadar talantli yetishgan mergan ekanligini ko'rsatdi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Said radhiyallohu anhudan o'ziga hech kishiga ota-onasini jamlab fido bo'lsin demagan edi. Ammo Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuga kelsak, İmam Nasai rahimahullah Jabir radhiyallohu anhudan naql qilgan hadisda mushriklarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofiga olishib olganligi va uning yonida bir qancha nafar ansori yigitning laqib qolganligi, mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bor yerini bayqib olgandan keyin hammasi biroqla yopirilib kelib hujum qo'zg'aganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularni kim chekindirdi deganligi. Bu vaqtda Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuning "Men" deganligi bayon qilingan. Ondan Jabir radhiyallohu anhu ansar yigitlarining bir-birlab maydonga tushganligini va hammasining orqa-orqadan shahid bo'lib ketganligini bayon qilgan. Ondan mundaq degan: Ansarlar to'liq o'lib tuygandan keyin Talha radhiyallohu anhu maydonga tushdi. U o'z yolg'iz 11 odam bilan urushib, oxiri bir qilich uning qo'liga tegib, uning barmoqlari kesilib ketibdi. Həbbəlli dedi. Bu çağda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar sen bismillah degan bo'lsang, seni farishtalar kishilarning ko'ziga ko'rsatib turib, ko'tirib ketadi degan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Birdandan keyin Alloh taolo mushriklarni mag'lub qildi. İmam Hakim rahimahullohning rivoyatida hadisning sharhida shu kuni Talha radhiyallohu anhuning badinda 35dan 39gacha bo'lgan yeri o'xshamagan darajada yaralangan va ikki barmog'i, ko'rsatkich barmog'i bilan nomsiz barmog'i sezmas chuloq bo'lib qolgan deyilgan. İmam Buxoriy rahimahulloh Qays ibn Abi Hazim radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Men Talha ibn Ubaydullahning qo'lini tutmaz, ya'ni chuloq holatda ko'rdim. O'qishimcha u bu qo'lini Uhud urushida Rasulullohga urilgan qilishga qalqon o'rinda tutib bergan ekan. İmam Tizmiri rahimahullohning rivoyatida mundaq keladi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni Talha radhiyallohu anhu haqida yer yuzida tirik minib yurgan shahidni ko'rgisi bor kishi Talha ibn Ubaydullahni ko'rib olsin degan. İmam Abu Davud rahimahullah Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan hadisda u mundaq degan: Abu Bakri, ya'ni atam demakchi, Uhud urushi tilga elinsila,
bu kunning hammasi, ya'ni barliq fazilati Talha ibn Ubaydullahning bo'lib ketgan deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu yana uning haqida bunu she'rni o'qigan. "İ Talha Ubaydullah, sana tayyardur cinan, hör pari qilib tayyar, ketdingu esen aman." Muşu qiyin sharoit va halqiliq paytda Alloh taolo payg'ambarga o'zining g'oyibiy yordamini nozil qildi. Sahihul Muslim va Sahihul Buxorida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq kelgan. Men Uhud urushi jarayonida Rasululloh bilan hamqon bo'lib nihoyat shiddat bilan urushayotgan ikki kiyimli ikki kishini, ya'ni bir rivoyatda Jibril va Mikoilni deyilgan, ko'rdim. Men ularni burunmu, kiyimmu ko'rmadim. Sahabilarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yiniga to'planishi. Yuqorqi qabohatli fojialar ko'zni yumib ochqucha nihoyat tez sur'atda yuz berib o'tdi. Vaholanki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldingi safda jang qilayotgan sof dil, samimiy va oq ko'ngil sahobalari vaziyatning o'zgarishini ko'rganmi, pamlaganmi yoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ovozini anglaganmi, har holda ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga biror pishkalik yetib qilishdan ansirab, darhol uning bor yeriga yetib kelgan edi. Biroq ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yiniga yetib kelganda, uning yaralanadigan yerlari allaqachon yaralanib, ansarlardan 6 kishi shahid bo'lib yiqilib, 7-chisi qattiq yaralanib, o'z qiniga melinib behush yotadi. Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bilan Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu mushriklar bilan jon tikib elishayotdi. Ular yetib kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofiga o'zining tini va qurol yaroqlari bilan mustahkam bir mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni dushmanning zarbasidan qo'g'dash va ularning hujumini to'sishda mislsiz fidokorliklarni ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga tunji bo'lib yetib kelgan kishi yanala uning g'ordagi hamrohi, hijrat sabdishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldi. Ibn Habban rahimahulloh Oysha radhiyallohu anhodan naql qilgan bir hadisda Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini bayon qilgan. Uhud urushida kishilar jang bilan bo'lib ketib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan kori bo'lmay qopdi. Shu chaqda men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yiniga tunji bo'lib yetib beribdiman. Kelib yetib uning oldida bir odamning qattiq ilishib uni qo'g'dayotganligini va uning yiniga hech kishini yaqin keltirmayotganligini ko'rdim. Ko'nglimda dedimki, sen Talha bo'lg'ayding, sana ota-onam pido bo'lsin. Sen Talha bo'lg'ayding, sana ota-onam pido bo'lsin. Ondan uzun o'tmay kaynimdan Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu yetib keldi. U go'yo qushdek uchatdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'a ikkimiz tangla yetib keldik. Qarasak, oldimizda Talha eg'ir yorilib yiqilib tushdi. Bizni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Qarindishinglarni yulanglar, u o'z burchini ado qildi" dedi. Mushriklar tarafidan etilgan bir tosh payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mag'ziga qattiq tekkashga, uning beshidagi mis qalpoqning 2 dona halqa to'miri uning mag'ziga petib ketibdi. Shuning bilan men hiliqi halqalarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mag'zini sug'urib elvatmoqchi bo'lib edim. Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu, "Xudo haqqi, ey Abu Bakri, meni olg'il qo'ygin" dedi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning jarohatini og'irtib qo'ymaslik uchun eg'izini yaqin akilib, yiliqi tumir parchalarining birini tishi bilan tishlab, avaylab tortib oldi. Bu chaqda uning o'tira tishining biri midirlab qoldi. Ondan yana birini men olay deb tamshilib Abu Ubayda roziyallohu anhu, "Xudo haqqi, meni olg'il qo'ygin dedim-ku" deb turib oldi va uni o'zi tishlab tortib oldi. Bu qitim amdi uning yana bir tishi qo'zg'alib, midirlab qoldi. Mix parchalari yuzdan elib etilgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Qarindishinglarni yulanglar, u o'z burchini ado qildi" dedi. Shuning bilan biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'yib, Talha roziyallohu anhuning qishig'a berib,
uni yüylep jarohatlarini tangdık. Halbuki onun 10 neçe yeri o'xshamagan darajada yaralangan edi. Mana bu Talha raziyallohu anhuning shu kuni naqadar jasorat va shijoat ko'rsatganligini bildiradi. Mushu jiddiy paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofiga bir bo'lak musulmon azimatlar to'plandi. Jumladan Abu Dujana, Mus'ab ibn Umayr, Ali ibn Abu Talib, Sahil ibn Hunayf, Malik ibn Sinan, Ummu Ammar, Qatada ibn Nu'ayman, Umar ibn Xattab, G'atab ibn Ibi Balta'a va Abu Talha raziyallohu anhum qatorliqlar. Mushriklarning hujumi borgan sari kuchaydi. Mushriklarning sonining ko'payishiga ergishib, hujumi kuchaydi va borgan sari musulmonlarni qistab keldi. Hatto bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qochqin fosiq Abu Amir ko'lab ustini yepib qo'ygan qopqonga tushib ketib tizi qiqilib ketdi. Buni ko'rib Ali raziyallohu anhu darhol uning qo'lidan tortdi. Talha ibn Ubaydullah raziyallohu anhu beqindan yo'lidi. Shunda qilib uni o'rnidan turg'izib elib mangdi. Tayhi ibn Zubayr raziyallohu anhu mundaq degan: "Men muhojirlardan bir kishining mundaq deganligini anglagan. Men Uhud urushiga qatnashgan edim. Ashu qiziq jang nuqtalarining birida Rasulullohga har tarafdan o'q yig'ayotganligini ko'rdim. Lekin bu o'qlarning hammasi to'liq pachaqlanib tashlanadi." Ya'ni Abdullah ibn Shihab Zuhriyning shu kuni Muhammad sallallohu alayhi vasallam "Qani, uni topadigan bo'lsam, yo u o'lidi, yo men" deb cho'qan ko'tarib yurganligini ko'rdim. Vaholanki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yonida o'zi yolg'iz turib-o'tadi. U shundoq degach Rasulullohning yonidan o'tib ketdi. Keyin Sahvan ibn Ubayya uningga tapa malomat qilgan edi. Abdullah ibn Shihab: "Azbroy xudo, men uni cho'qim ko'rmadim. Azbroy xudo, u bugun omon qoldiga o'xshaydi. Biz 4 kishi maxsus uni o'ldirishga ahd qilib chiqqan turuqliq maqsadimizga yetolmadik" dedi. Misli ko'rilmagan fidokorlik. Jang vaziyatidan mush yerga yetganda musulmonlar ajoyib jasorat va qahramonliklarni ko'rsatib, bas-basda shundoq qurbonlarni berdiki, undoq o'zini o'limga tutib berish badaliga boshqalarni qo'g'dash manzarasi texi insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan edi. Abu Talha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dushmanning o'qidan saqlash uchun ko'krak kerib oldiga chiqib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qalqon bo'lib turdi. Anas raziyallohu anhu mundaq degan: "Uhud jangi kuni musulmonlarga ushtumtut mag'lubiyat yuzinib qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolg'iz qopdi. Shuning bilan Abu Talha raziyallohu anhu qo'lidagi qalqonni ko'tarib yurib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dushmanning o'qidan qo'g'labdi." Abu Talha raziyallohu anhu usta mergan edi. U shu kuni yachoqlarni ko'p ishiltib, qattiq tortqanlikdan 2 yoki 3 yachoqning ziyinini uzib tashlabdi yoki kamonini sundirib qo'yibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning oldidan o'tganlarga: "O'qni Abu Talhaga tashlab ket. Abu Talhaga tashlab ket" deydi ekan. U yana mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam igizlanib dushmanning harakatini kuzatib boqatdi. Bu chaqda Abu Talha roziyallohu anhu: "Sana ota-ona pido bo'lsin, ey Rasululloh. Dushman tarafga qarmag'in. Sana o'q tegib ketmasin. Men oldingda turay. O'q tegsa menga tegsin. Sana tegib ketmasin" deydi ekan. Yana Anas roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Abu Talha roziyallohu anhu bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkisi bir qalqon bilan mudofiyalangan. Abu Talha roziyallohu anhu nihoyat usta mergan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning atgan o'qining zoya ketmaganligini ko'rib mamnun bo'ladi deyilgan. Abu Dujana raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida tik turib, o'zining dumbasini qalqon qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dushmanning o'qidan qo'g'digan. O'q uning usti boshlariga qor yomg'irdak yig'ayotgan bo'lsa-mu, u midir-sidir qilmay ching turgan. G'atib ibn Abu Balta'a raziyallohu anhu Utba ibn Abu Waqqas payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak tishlarini to'kayotganini qo'g'lab yurib, oxiri uningga kelishtirib bir qilich urib kollasini do'miltib etgan.
Andın onun eti və qilichini g'animat ilib qaytib kelgan. Said ibn Abu Waqqas raziyallohu anhu bu qarindishining kallasini o'z qo'li bilan bekmu olg'usi bor edi. Biroq u bu orzusiga yetolmadi. Balki uning maqsadini Hatib ibn Abi Balta'a raziyallohu anhu amalga oshirdi. Sahil ibn Hutayb raziyallohu anhu ko'zga ko'ringan botir yigitlarning biri edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ta o'lgucha ilishishga qo'l bergan. Bu qitim u mushriklarning hujumini to'sishda favqulodda qahramonlik ko'rsatdi. Shu jiddiy ilishish bo'layotgan paytda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'liga qurol ilib dushmanni o'qqa tutdi. Qatada ibn Nu'man raziyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yochiqini ilib dushmanga o'q atgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qattiq patlaganlikdan yochoq komini sunib ketgan. Shuning bilan Qatada bu yochoqni ilib qo'yib, xeyli uzungacha saqladi. Shu kuni yana uning bir ko'zi yorilinib, ko'zining go'hiri sirtiga chiqib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning bu ko'zini o'z joyiga silib qo'ydi. Uning ko'zi eng chiroyli ham ro'shan ko'rilgan ko'z bo'ldi. Shu kuni yana Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu intayin jasurlik bilan urushdi. Hatto usti boshlari eg'ir yaralanib, tishlari to'kilib ko'moq bo'lib qoldi. Badanining 20 necha yer yaralandi. Puti eg'irroq zaxmlangachga keyin oqsoq to'kur bo'lib saqaydi. Abu Said Xudriyning otasi Malik ibn Sinan raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mag'zidagi qonlarni sho'rab tozalagan edi. U bu qonlarni yutib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga tukur dedi. Malik ibn Sinan raziyallohu anhu Alloh bilan qasamki hargiz tukur etmayman dedi va o'rnidan turgancha jang qaynamaga o'zini otdi. Buni ko'rib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kim ahli jannatdan bir kishini ko'rishni xohlasa Malikni ko'rsin dedi. Shuning bilan u Alloh yo'lida shahid bo'lib yiqildi. Ummu Ammara ayol raziyallohu anha bir to'p musulmon askarlar bilan birlikda Mal'un ibn Qami'a bilan tutishib qoldi. Ibn Qami'a bu ayolning burisiga qilich urib, jarohatning qatak izlarini qoldirdi. Ummu Ammara raziyallohu anha Ibn Qami'aga bir necha qilich urgan bo'lsa-mu, lekin u qo'sh savut kiyib olg'achqa qilich o'tmadi. Ummu Ammara raziyallohu anha yana davomli urushib, badanining 12 yeri eg'ir yaralandi. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Ibn Qamiya va uning odamlarining hujumidan qo'g'dab, mislsiz jasorat bilan urushdi. Musulmonlarning alimi uning qo'lida edi. Ular uning o'ng qo'liga qilich urib, uni kesib etdi. Shuning bilan u alamni so'l qo'li bilan ko'tarib, toki umu kesilib tashlanganga qadar mushriklarning oldida po'latdek mustahkam turdi. Ondan u tizlanib yetib alam hodisini murisi bilan bo'yniga qisib qad ko'tarib turdi, lekin oxir shahid qilib etildi. Uni Ibn Qoima o'ltirgan edi. U Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuni Rasululloh deb o'ylagan edi. Shunga u Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuni o'ltirib bo'libla mushriklar to'piga qaytib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ldi deb to'g'ilgan. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qayli. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.